Dostlar, qadrdonlar, yillar davomida uyingizni isitish uchun eski pechkadan foydalanyapsiz. Eski pechkadan foydalanyapsiz, uyingiz isitayapti. Bundan tashqari farzandlaringiz yoki yosh kattalar kasal bo'lyapti. Bundan tashqari uyingizning ichki jihozlari rangi o'zgarib, hidlar kelyapti. Mana sizlarga to'g'ri yechim, eko pechkalarni sizlarga taklif qilamiz. Do'stlar, qadrdonlar, listini qalinligi keladigan bo'lsak, tepa qismi ham, yon qismi ham 2 yillik listdan tayyorlangan, garantiyasi, kafolati bor, tutamasligiga ataga 800 ming so'm. Agar menga mustahkamroq, baquvvatroq kerak akalarimiz uchun tepa qismi 2 va pastki qismi, ya'ni o'ta yo'laydigan qismi 208 listdan tayyorlangani bu. Bu ataga 850 ming so'm. Akalar, do'stlar, qadrdonlar, menga hamma joyi 208 listdan, ya'ni qalinroq listdan qilib bering degan akalarimiz uchun mana shunday 208 hamma joyiga ishlatilgan listimizdan tayyorlangan eko pechkamiz ataga 1 million so'm va bu eko pechkamizni mana bu kraskalanmagan holati va bu kraskalangan holati. Bu ham 208 tepa qismi, 208 yon qismi, tepasi 2 listdan tayyorlangan, kraskalanmagan holati 1 million 100 ming so'm. Agar kraskalangan holat kerak bo'ladigan bo'lsa 1 million 200 ming so'm. Mana shu ko'rib turgan pechkalaringni hammasini Ustalar Uz kanalidan ko'rib chiqdimsizlar, sizlar uchun bonus, ya'ni 50 ming so'mdan skidka qilib berar ekan akalar. Bundan tashqari bizni vohadan ko'rib turgan akalarimiz uchun hech ham muammosi yo'q, 100 ming so'm, ataga 100 ming so'm qo'shilib qoladi. Sizlarni yashab turgan joylaringizga olib borib beradi. Qadrdonlar, videolarimiz yoqqan bo'lsa, Ustalar Uz kanaliga obuna bo'lib qo'yib, bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin va bu videoni qishda sovqotib turgan akalarimizni Telegram kanaliga tashlab qo'yinglar. Videolarimizni ko'rib issiqqina o'tirishadi. Salomat bo'linglar. Tamom.